Ko'ngil bog'idagi barglarning xazon fasli kelgach qizarishi, sarg'ayishi bu qaysi badiiy san'at ekan? Tamsil bor ekan bu yerda. Endi litsetga tutqanda mana shunaqa narsa kelib qolishi mumkin, qaranglar. Oshiqning ta'kidicha yoki oshiqning ko'ngil bog'idagi barglar qarang, e'tibor bering. Xazon kelgani uchun qizardi, sarg'aydi. Shunday desa to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. Yoki ikkinchi bitta ifodani qarang, bu ifoda. Oshiqning ko'ngil bog'idagi barglar qizargani uchun xazon keldi. Yo'q. Qaysi biri to'g'ri? Birinchi to'g'ri. Ya'ni oshiqning ko'ngil bog'idagi barglar xazon kelgani uchun sarg'aydi yoki qizardi. Mana bu xatosi. Endi bunisi xato, e'tibor bering. Oshiqning ko'ngil bog'idagi barglar sarg'aygan yoki qizargani uchun xazon keldi. Bu xato. Xuddi mana shunaqa o'yin qiladi. Milliy sertifikat imtihonida birinchi ifodani aytib qo'yib, keyin ikkinchisini aytadi. Demak, barglar sarg'aygani yoki qizargani uchun kuz keldi deydi. To'g'rimi shu? Demak, kuz kelgani uchun mana bu ikkinchi ifoda to'g'ri. Demak, mana shunday savol so'z o'yinlari bilan tartib bilan adashtirishga harakat qilishadi. Xo'p, uchinchi bayt, to'rtinchi bayt mana shu etapda tamsil va sababini qarang. Sabab nima desak, sabab bu yerda xazon fasli kelgani uchun barglar sarg'aydi. Xo'p, bu yerda nima bargga o'xshatilgan bo'lishi mumkin? Shu baytda nima bargga o'xshatilgan bo'lishi mumkin? Yo'q. Oshiqning o'yilgan jon pardasi ko'ngil bog'iga o'xshatilyapti. Nima xazonga o'xshatildi? G'ami hajr, ya'ni hajrdagi g'am, ayriliq g'ami. O'sha xazon fasli, kuz fasliga o'xshatildi. Ikkita tashbih. Uchinchi tashbih ham bor. Ol, ya'ni qizil rang bo'lsa, bu yerda u qani? U qonga o'xshatildi. Yaxshi. Uchta tashbih bor ekan, bitta tamsil bor ekan, shundaymi? Endi bitta bu yerda tanosib ham bor. Ko'ngil, bog', ho'kizon, xazon, barg, tanosib ham bor. Va istiyora bor, qani? Jon pardasi. Yana bitta bor. Jon pardasi istiyora yana bitta bor. Ko'ngil bog'i. Xo'p, savol. Istiyorani aytdik o'tgan safar. Asli mavjud bo'lmagan narsalarni mazmuniy, mantiqiy mavjudlikka olib kelish. To'g'rimi? Ko'ngil bog'i haqiqatda hayotda bormi? Yo'q. Ana u narsa istiyora bo'ladi.